Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Intriga va musiqadan aylanganingizdek, bugun biz Kolin sabori haqida suhbatlashamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda juda mashhur bo'layotgan ushbu joy Germaniyaning Kolin shahrida joylashgan bo'lib, nemis xalqining milliy madaniy merosi hisoblanadi. Ushbu sabor qurilishi 1248-yilda boshlanib, 1880-yilda qariyb 632 yil mobaynida bugungi qiyofani kasb etgan. Uning qurilishi bu qadar uzoq muddatga cho'zilishi bu haqdagi afsonalarga yoritiladi. Ya'ni Kolin sabori muhandisi shayton bilan shartnoma tuzgan. Cho'chime g'ulomjon. O'tirganimga kichkina ko'rinib neppamadingmi? Sizlarning ko'zlaringni. Qachonki ushbu sabor qurilishi yakunlanganda, u ruhini inglizga sotish kerak bo'lgandi va shartnoma xom bilan imzolangan degan xabarlar yuradi. Shu sababli uning qurilishini me'morlar shu darajada uzoq cho'zishganki, shaytonni ishlab beparosat. Shuningdek, ushbu qurilish uzoqqa cho'zilishi natijasida shaytonning sabr toqati tugaydi. Bundan beparosat. Devorlarda shayton panjalari izi bo'yicha saqlanib qolgan. Kolin sabori inson matonati va qat'iyati shaytondan ham ustun kelganini monument hisoblanadi. Shuning bilan birgalikda u haqida yana shunday afsona borki, bizga yoshligimizda ko'rsatilgan Uch sehrgar multfilmida sayohat qilgan uch sehrga, ya'ni Gaspar, Mexyor va Baltazar. Ularning suyaklari aynan bu yerda saqlanishi aytib o'tiladi. Ma'lumot o'rnida yana aytib o'tmoqchimanki, aynan bu kontentni tayyorlashga meni ilhomlantirgan narsa bu atrofimizda juda ko'p uchrayotgan nemis avtomobillari. Hayron qolishga hojat yo'q, muhtaram muxlis, chunki hammamizga ma'lumki, dunyoda mashhur avtobrendlarda rasmiy ofislar o'z vatanlarida joylashgan bo'lishiga qaramay, ularni ishlab chiqaruvchi joy Osiyo mamlakatlari, xususan Xitoyda hisoblanadi. Bilib qo'ygan yaxshi ruknida aytamanki, nemis avtomobillaridan biri, ya'ni Mercedes-Benz logotipi 3 qirrali yulduz, ya'ni yerda, havoda va suvda degan ma'noni anglatadi. Bugun kontentimizda tayyorlashda yaqinda yordam bergan, hozirda Germaniyada yashayotgan Kamronbek do'stimizga hamda El Kapitan kanali admini Sarvarbekka minnatdorchilik bildiramiz. Ularning yordami bilan bugungi kontentimiz avtorskiy prav xavfidan xoli bo'ladi. Bugun kontentimizni shu bilan yakunlaymiz. Shaxsiy tushunchada ko'rishguncha.